Avvalambor assalomu alaykum qadrdonlar, yaxshi insonlar, hurmatli sirli vlog kanalining ashaddiy obunachilari. Hammalarga xayrli tong. Erta tongda turib mana savobli ishlarni ham qilib keldik. Kim qilsa o'ziga. Mana teplisamiz obunachilar. Mana bir necha kun oldin astorda turib olib, qo'ng yo'dim shogirdlarim bilan. Ha, qo'nglar ham tugadi. Chiroyli qilib haydadim. Obunachilar, o'g'lim bilan haydadim. Oxirini Mansur Bey haydadi. Undan keyin o'zim traktorimda cho'tki qilib ariq oldim. Ariq olib, mana shunaqa qilib mana. Makkani qanaqa qilib ekish bilmadim-da. Tarsayda ariq olgandan keyin sug'orib yubordim. Cho'tki qilib sug'ordim-da. Bir kun turgandan keyin, selgandan keyin arada qirg'og'iga shuni makkani ekib yubordim. Qalin qo'rmadim, 6 qo'tar betdi. 6 qo'tar bunga ekdim. Mana o'sha sal kengroqligi uchun 7 qo'tar ekdim mana. Bunisiga 7 qo'tar ekdim. Nargisiga ham 6 qo'tar ekdim. Bir qarichga bittadan ikkitadan qilib tashladik. Mana makka ekdik. 80 kunda pishadigan makka ekdim obunachilar. Endi haliga pomidor ekmaysizmi, bolgarskiy ekmaysizmi deb ko'pchilik so'radi. Pomidor eksangiz yaxshi bo'lardi deb aytishdi, bolgarskiy ham zo'r bo'ladi deydi. Endi uyimda nima ko'p, parranda ko'p. Parrandalarga ham don kerak, ham suv kerak. Berillam sayrayapti. O'z dam olgan paytlarimda mashkan olib kelib qo'yishim kerak-da. Aka so'rgan joyda qilib qo'yganmiz. Mana kelib qo'yib obunachilar. Gap yo'q. Mana shu kelib qo'yib, agrotda siz bedana qarshilab urib tursa. Ana. Sizlar ham bedana ovozini eshitmadi qilasizlarmi? Bittasi do'do bo'lib qolibdi deb o'tgan sababdan shunadi. Nimadir berish kerak deb esimdan chiqib qoldi. Bugun bismillahirrohmanirrohim erta tongda turib bomdoddan keyin qabristonga bordik. Ukam bilan. Ukam yaqinda ham bog'i bor. Matapila olgandaligi. O'tiradigan bor-ku, mata pompa dedim, shunaqa olgandi. Endi o'zdan ko'rgasa menda ham bor. Ikkalamiz aka-uka benzin to'ldirib qabriston chekkalarida qamishda o'sib ketgan ekan borib, ertamada borib ozgina tozalab keldik. Chunki o'lim haq hammamiz boshimizda bor. Qachondir kun boramiz. O'g'lim ham oldim. Ertaga biz ham qachondir kun borib o'sha joyga boramiz-da. Endi men o'lmayman deb yurgan insonlar bor-da, sizlar ham borasizlar. O'sha 2 metr joyga hammamiz boramiz. O'g'lim bilan borib, ukam bilan borib tozalab kelib, o'g'lim ham ozgina o'rdi. Shunaqa. Endi ot izini toy bosadi deydi. Farzandlarni shunaqa joylarga olib borib turishimiz kerak. Shunaqa. Ertaga keyin o'sha mandadan olib borardi, yur o'g'lim deb keyinchalik farzandlarni olib borishadi. Xo'p, obunachilar, kamera tomga qarataman, ha? Mana. Mashinasini ilib oldim orqa tomoniga. Filli kallasi deydi-yu. Oldi tutib ketdi, ba'da ariq olib ketdi. Uni Namanganda sotib olgandim orqa tomondagi. Endi uni ham chiroyli qilib moslash kerak. Qozonchoqlarimizdan turibdi mana. Cho'tki bo'lib, rezinka o'tiylar degandek. Bu yoqdan kelib o'g'lim bilan ya kunlar ham qattiq isiyapti. Katak qilyapmiz. Yozgi katak. Aka o'zimga kecha tayfun sepdik. Qon o'zimlarga tayfun sepib chiqdik. 2:30 ga 1:60 qilib o'g'lim bilan kecha katak boshlab qo'yganmiz. Salqinda ola-ko'lanka deydi-yu. Endi haliga ming ustini chiroyli qilganingiz bilan, setga totganingiz bilan tabiiy salqin bari boshqada. Hali mana
yo'llarda ham palatkalar tagida o'tirishadi, yo'g'sa haligi setka tortish bo'ladi. U salqin bilan mana живой salqinda farqi juda katta. Demoqchimanki, hozir ko'rsataman. Mana bu tomonda gilos bor, u tomonda bodom bor. O'sha o'rtasiga qildik. Ertaman obedgacha salqin bo'ladi. Obeddan quyosh bu yoqqa o'tadigan bo'lsa, bodomni salqini ola-ko'lanka qilib mana shu kataytaga qo'yibman. Mana shiproga olib kelganman. Bu yoqda falga. Hozir falgani o'tama o'tib olay. Instrumentlar hamma yoqda olib qo'yganmiz. Svarka apparat, prenoska, choy degandek. Aslonbek. Holalar, yaxshimisizlar, tuzimsizlar? O'zing yaxshimi, o'g'lim, charchamayapsanmi? Yo'q, rahmat. Malades. O'tta o'g'il dedi-yu. Xo'p. Obunachilar, haligi zaborniy setkadan olib kelganman. 2,5 ga 1,5 da, 1,60 da. Ustiga qo'ydik, o'rtasiga mana temir svarka qo'yardim, ko'rayotgan bo'lsalaring. Keyin bel tashlab olmaslik uchun beliga ham temir tortdik. Endi hozir buni ustiga obunachilar falgani tashlaymiz. Bu setkani qo'ygan joyim endi bu falga ham mustahkam turadi. Osilib qolmaydi, boshqa bo'lib qolmaydi. Shuning uchun mana setkani tashlab, hozir o'g'lim mana xomutda chiroyli qilib tortib chiqyapti. Mana pastlarini ham polni o'g'lim tortib chiqdi. Bog'larni ham baylaganmiz, o'ta mustahkam. Qilt etmaydi mana. Keyin mana shu eshik qismi bo'ladi. Endi o'g'lim menga o'xshagan polvon, shuning uchun kengroq shoshilmasdan, bemalol aqa-baqa ilinmasdan kirib chiqishlik uchun mana eshigimiz mana. O'ta qalin qildik. Eshikni ham yo'qsin. Pirchatgan olib qo'ygan uni tepaga. Chek qo'ygandan. Xo'p, 230 ga 160 bo'lyapti. Hozir biz tepasiga falga tashlaymiz, undan keyin 230 bo'lgandan ikkita shipir kaltalik qiladi. Biz 3 ta shipirni ara-ara bir-biriga mindirib turib, mashinaga moslab, hech bo'lmasa mana katayimizdan bir qari chiqib turadigan qilamiz. Shipirni uzunligi 160 va 170 bo'ladi. Katagimiz 160. Ozgina-ozginadan ikki tomondan chiqaramiz. Shu bu yozgi katay bo'ladi. Mana ko'ryapsiz, bu tomon bodom, bu tomon gilos mana. Giloslarni ham ko'rayotgan bo'lsalar kerak. Rosa yeydigan bo'lgan mana. Bedanlar uryapti. Giloslar pishyapti dedi-yu. Ha o'g'lim. Nima gilos yemaysiz o'g'lim? Ha? Avval bo'lib turibdi sekin. Qoni yetadimi o'g'lim? Tepasidan ushlasang. Tepada shoqin ushlab olgin. O narigi shoqin o'g'lim. Ana shoqinni tortdim. Emas. Mana bu narsalar. Mashina olib bu narsalar. Buni nima qilish kerak? Yuvib yeyish kerak. Boshqa narsaga yaramaydi. Agar o'timizga bodamlar ham xudo xohlasa keyingi yilga nasib bo'lsa hosil soladi. Mana ular hosil soldi o'zi. Bodamlar. Katta soldi. 10 ta bodam bor obunachilar. Sizlarga ko'rsataman. Bodam o'ta katta hosili. Pishganda ham qo'lingizni ham chaqiradigan yumshoq bodam ekan. Hozir o'g'lim tepaga falgan tashlaymiz. Tepaga falgan tashab shipirlarni ham qaytadan qo'yib chot qilib turib, shipirni ustiga aytib shamol bo'lmasligi uchun bir narsani tashab qo'yamiz-da. Eshik qismimiz qoldi. Aslonbek. Ikkita osham-oshni qo'yamiz. Oldiga shuni setkani tortamiz. Tepasini ham nimadir qilib tortamiz. Endi obunachilar, ichimizda ustalar bo'lsa, mana uni to's biz kecha o'g'lim bilan hazır qilib kechqurun qish qilib qo'yibmiz. Mana temirni. Hozir ham kechmas qo'yishga bo'laveradi, lekin bunday qo'yganimiz eshikka mos bo'lyapti-da. Mana. Bunday qilamiz, чтобы eshik yoqqa o'tib ketib qolmasligi uchun mashinaga to'g'rilabdi mana. Tomon ko'ryapsizlar. Lekin temirimiz qiyshiq,
Lekin bu tomonni bunday qiladigan bo'lsa, tomon to'g'ri o'rnashib olgaylar. Shunaqa. Endi biz hali urunga qilmasa shunday naglas uryapmiz o'g'limiz bilan. Keyin obunachilar, uyimda parranda ko'p deb aytib o'tdim. Atrofini bo'zda aylantirib, hech bo'lmasa bir 1 metrmi bo'zda aylantirib o'rab chiqamiz. Chunki boshqa parrandalarni ham qo'yib o'rganimdan keyin bu xo'rozim bilan kelib setkalashib qolmasligi uchun atrofini cho'tka qilib bo'zda o'raymiz. Ichkari bitta qo'nda qilamiz. Bugun xudo xolasa mana shu katakka makonlarda ekanligi joy egallab turgan makonlarim bor. Tulovda to'yayotgani ham bor, to'mayotgani ham bor. O'shalarda bir-biriga hozir qo'shib olmasak, erta qishda qiynalamiz. Endi to'g'da katayda sonini ko'paytirgandan ko'ra, hech bo'lmasa bir 4 ta makonni bitta qilib qo'ysak, hozir 3 ta makon bitta joyda, bitta makon yana bitta joyda, yana boshqa makonlar bitta-bittadan turishibdi. Joy egallar, har bitta katayda egallab olib turishibdi. Shuning uchun yozgi kunida tulov paytlarida juplab olsalar yaxshi. Qo'shib olsalar, keyin qishda qiynalmaysizlar. 4 ta makonni bitta xo'rozga qo'shib qo'yib, satorroq joyda ham turib urishmasdan. Ana shunaqa. O'z obunachilar, ish tugataylik. Xohlasa bitgandan albatta sizlarga chatga qilib video tarqasa ko'rsatib boramiz. Yoqadigan bo'lsa albatta klass bosib qo'llab-quvvatlaylar. Bu katay menga arzonga tushdi, qimmatga ham tushgan yo'q. Mana setkani sotib oldim. Mana materiallar o'zimda bor edi. Qolgan bu ramkasi kim ko'rgan bo'lsa qo'yxona qilgandim. Qo'yimni ham sotib oldim. 100 ming yoniga. Qo'yxonani anaqalasi ramkasi. Shuni setkani tashladik, o'radik. Homillarni tortib qo'ydik, bo'ldi. Mana belini ham tortasan, olib o'rtada temir turibdi, o'shanga ham tortib qolsan. Bo'lmasa makon qochganda makon setka bilan temir orasi qisilib qolmasin. O'shanga tortib qo'ysin, pastdan tepasigacha, uni ham buni ham. Hozir biz setkani qilamiz, eshikning setkasini qotiramiz, tepani o'ylaymiz, falgani tashlab, atrofiga bo'zni olib kelib o'rab, bitgandan keyin albatta sizlarga ko'rsataman, ungacha sizlar qo'llab-quvvatlab turinglar. Mana obunachilar, falgani ham yoyib oldik. Chiroyli qilib. Mana ichki tomoni. Falga osilib qolmaydi-da, setka qo'ydi shuning uchun. Endi hozir buni ustiga cho'tka qilib 3 ta shipirni qo'yamiz. Mana shipirlarni qo'yib oldik. Chiroyli qilib. Ozgina bu tomonga ham chiqardik, чтобы old tomon suv bo'lib ketmasligi uchun mana old tomonlari bor. Tekis bo'ldi. Kecha shipirni qo'yib ko'rgandik. O'rtaga biz stoka bermagandik. Nari tomonga stoka berdik. Shu bel tashamaydi shunda qilt etmay turadi. Mana bu tomonda. Mana. Bo'ldi, xudo xolasa. Endi katayni naryoq siljitamiz. O'g'lim. Katayni sekin siljitamiz. O'zi shipirni qo'yolmasdan oldin siljish kerak, endi sekin siljitamiz nari tomonga. Yo materialni olib kelib turgan siljitani o'rab olib turib. Obunachilar hozir materialni olib kelamiz, atrofini o'raymiz. Keyin katayni sekin siljitib, nari burchakka tiraymiz. Xo'p, hurmatli obunachilar. Mana eshik qismini ham qo'yib oldik. Mashina qoqib, mana chiroyli qilib mayda setka qildim bunga. Mana. Mana ushab qoladi, aqo o'tib ketib qolmaydi eshik. Shuning uchun biz mashinaga yopishtirib turib qildim, bunday qilib. Mana. Ruchkani sal balandroqdan qildim, чтобы yosh bolalar tegmasligi uchun sal balandroq qildim. Bismillahirrohmanirrohim. Mana. Yo'q, o'tib ketib qolmaydi. Mana tag qismlari mana. Suvlar sepib qo'ydik mana, salqin bo'lsin deb. Endi tepasini yopishimiz kerak. Obunachilar. Mana shu material to'zamiz. Qo'lim ko'rinayotgan bo'lsa mana teshi mayda teshi. Atrofini hech bo'lsa mana shu qilib aylantirib to'samiz. Tepasi ochiq turaveradi. Ola ko'lankada maza qilib turadi. Mana hurmatli obunachilar, chiroyli qilib tortib oldik. Mana ichki qismi. Mana tashqi qismi. Simni to'qib chiqdi mana. Material qurg'oga. Endi tagini ham baylab chiqamiz, cho'tka qilib. Lekin havo ham zo'r o'tar ekan, obunachilar. Qo'l ko'rinib turadi. Endi eshik qismini o'ylab turibman obunachilar. Eshik qismini.
Eshik qismiga qop qo'yishgan bo'laveradi. Endi material to'qilgandan qopni shunday qirqib turib yopib qo'ya qolamiz. Va tepa ochiq. Pastma shunday ko'rinishda bo'ldi. Hurmatli Parvoz aka-ukalar, va nihoyat mana bitta. Eshigiga ham qop qo'yaman dedim. Sizlar xafa bo'lmanglar, mana shu materialdan tortib qo'ya qoldim. Qurg'ogimni sim tortib, cho'tka qo'ygan tepasi bunday turibdi. Ikki tomonga sim tortib haqib qo'ydim mana. Bitta xudosa. Tepasi bunday qilib setka qildim. Ikkita temirda svarka qildimda, tepasiga shurp o'ynaqilarda samorazlarni tortib, shunaqa qo'ydim. Kelib qo'ltiq olib, tomosha qilib turgan. Shunaqa qo'ydik. Endi ichkari kiramiz endi. Mana ichkari ko'rinish. Bu qo'ndag'imiz. Qo'ndag'ni bunga bo'yladim. Tomoni bunga bo'yladim. Ustiga material o'rab tilamayman nima qilyapti. Skoch o'rab chiqdim. Ertaga yana qo'shimcha qilib ip baylab chiqamiz. Aylantirib ipni chiroyli qilib to'qib chiqamiz. Norozi katangimiz tayyor. Mana. Ertaga nasib qo'shsa, bugun kech bo'ldi. Keyin darslar ko'rsataman, bu yerga qanazotlarda qo'yaman. Bo'lsa sizlar bilan xayrlashamiz. Keyin darslarda ko'rishguncha o'zlaringiz ehtiyot qilinglar. Boringlarga shukur. Erinmasdan videoni oxirigacha ko'rgan gap yo'q. Endi sizlar kelasi bosalmayman-da. O'sha sizlar bosib qo'yinglar. Rahmat.